Bugun men pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan mavzuni tushuntirib beraman. Endi nimalar taqiqlanadi? Qaysi holatlarda pensiya to'xtatilishi, kamaytirilishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa bemalol yurishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-ona, bobo, buvi yoki nafaqa yoshga yaqin inson bor. Eng muhimi, ko'pchilik pensionerlarga endi hamma narsa taqiqlanar ekan deb noto'g'ri tushunyapti. Men bugun buni oddiy tilda misollar bilan ochib beraman. Avval kanalga obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda bitta bilmagan hujjat, bitta kechiktirilgan ariza yoki bitta noto'g'ri ma'lumot pensionerning puliga, huquqiga va tinchligiga ta'sir qilishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p pensionerlar pensiyani olayotganda ayrim majburiyatlarga jiddiy e'tibor bermasdi. Masalan, yashash joyi o'zgarsa, boshqa viloyatga ko'chib ketsa, chet elga uzoq muddat chiqib ketsa, ishga kirsa yoki oilaviy holati o'zgarsa. Bu haqda mas'ul tashkilotlarga vaqtida xabar berish kerakligini hamma ham bilmasdi. Ba'zi odamlar pensiya bir marta tayinlandimi, endi umr bo'yi avtomatik kelaveradi deb o'ylardi. Endi esa tartiblar ancha qat'iylashyapti. Bu pensionerlarni jazolash uchun emas, balki pensiya mablag'lari to'g'ri egasiga yetib borishi, ortiqcha to'lovlar, soxta ma'lumotlar, boshqa odam nomidan pul olish, vafot etgan shaxs nomiga davom etayotgan to'lovlar kabi holatlarning oldini olish uchun qilinyapti. Men ekspert sifatida eng avvalo shuni aytaman. Taqiq degani pensionerning yashashi, ishlashi yoki davolanishi taqiqlanadi degani emas. Taqiq degani ayrim noto'g'ri harakatlarni qilish mumkin emas degani. Masalan, pensioner pensiyasini olishi mumkin, bank kartasidan foydalanishi mumkin, ishga kirishi mumkin, tadbirkorlik qilishi mumkin, boshqa joyga ko'chishi mumkin. Lekin bularning ayrimlarida xabar berish, hujjat topshirish yoki ma'lumotni yangilash majburiyati bor. Muammo ana shu joyda boshlanadi. Odamlar o'z huquqini biladi, lekin majburiyatini bilmaydi. Keyin esa nega pensiyam to'xtadi? Nega qarzdorlik chiqdi? Nega menga ortiqcha to'langan pulni qaytarish deyishyapti deb hayron qoladi. Birinchi muhim masala. Pensioner o'z holatidagi o'zgarishlarni yashirmasligi kerak. Bu eng katta qoida. Agar pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holat yuz bersa, uni tegishli idoraga bildirish kerak. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oila farzandi o'qishni tugatsa yoki kunduzgi ta'limdan chiqib ketsa, bu haqda xabar berilishi kerak. Chunki bunday pensiya aniq shartlarga bog'liq. Shart tugasa, to'lov ham qayta ko'rib chiqiladi. Oddiy misol olaylik. 20 yoshli talaba otasidan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayapti. U sentabrda o'qishdan chetlatildi, lekin oila buni bildirmadi. Pensiya yana 6 oy kelib turdi. Har oy 900 ming so'mdan kelgan bo'lsa, 6 oyda 5 million 400 ming so'm ortiqcha to'lov bo'ladi. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, davlat siz shart tugaganini bildirmagansiz, ortiqcha olingan pulni qaytaring deyishi mumkin. Bu yerda biz bilmagandik degan gap ko'pincha muammoni to'liq hal qilmaydi. Chunki hujjatdagi o'zgarishni bildirish majburiyati fuqaroning o'zida bo'ladi. Ikkinchi masala boshqa odam nomidan pensiya olish. Mana shu holat endi juda jiddiy nazorat qilinadi. Agar pensionerning o'zi yura olmasa, kasal bo'lsa yoki bankka, pochta bo'limiga bora olmasa, yaqinlari yordam berishi mumkin. Lekin bu yordam qonuniy bo'lishi kerak. Bank kartasidan foydalanish tartibi, pensionerning roziligi, shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar aniq bo'lishi shart. Onamning kartasi menda, o'zim yechib yuraman degan holat har doim ham xavfsiz emas. Agar ona rozi bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin keyin aka-uka, opa-singillar o'rtasida nizo chiqsa, bu juda katta muammoga aylanadi. Masalan, pensioner ona har oy 1 million 500 ming so'm pensiya oladi. Karta kenja o'g'lida turadi. O'g'il men dori darmoniga ishlatyapman deydi. Lekin boshqa farzandlar pul to'liq onamizga bormayapti deb shikoyat qiladi. Agar xarajatlar bo'yicha dalil bo'lmasa, bankdan yechilgan pullar dorixona cheklari, oziq-ovqat xarajatlari ko'rsatilmasa, o'g'ilning ahvoli qiyinlashadi. Shuning uchun men har doim maslahat beraman. Pensioner nomidan pul ishlatayotgan odam hamma narsani ochiq, hujjatli va pensioner roziligi bilan qilsin. Uchinchi masala, vafot etgan shaxs nomiga pensiya olish qat'iyan mumkin emas. Bu juda og'ir holat. Ba'zi oilalarda odam vafot etadi, lekin karta hali ishlaydi, pensiya tushaveradi. Qarindoshlar esa baribir xarajatlarimiz bor edi deb pulni yechib oladi. Bu noto'g'ri.
dafn xarajatlari, meros, oilaga yordam kabi masalalarning o'z tartibi bor. Vafot etgan inson nomiga tushgan pensiyani yashirincha olish, keyinchalik qaytarish majburiyati jarima yoki boshqa huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Real hayotda shunday vaziyat bo'ladi. Pensioner uning yanvar kuni vafot etdi. Lekin oilasi bu haqda darhol xabar bermadi. Fevral va mart oylarida kartaga yana pensiya tushdi. Har oy 1.200.000 so'mdan 2.400.000 so'm yechib olindi. Keyin ma'lumotlar bazasi yangilanganda vafot holati aniqlanadi. Shunda pulni kim yechgan, qaysi bankomatdan yechgan, karta kimda bo'lgan, hammasi tekshirilishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda darhol tegishli idoraga murojaat qilish kerak. 4-masala chet eliga chiqish va uzoq muddat yashash. Pensioner chet eliga chiqish taqiqlanmaydi. Buni aniq aytaman. Lekin ayrim pensiya turlari, to'lov usullari yoki yashash joyi bilan bog'liq tartiblar bo'lishi mumkin. Agar odam uzoq muddat boshqa davlatda yashasa, uning pensiya olish tartibi, bank kartasi, hayot ekanligini tasdiqlash, ishonchnoma muddati kabi masalalar dolzarb bo'ladi. Ko'pchilik chet elga ketadi. Keyin karta muddati tugaydi. Telefon raqam ishlamay qoladi. Bank ilovasiga kira olmaydi. Qarindoshlar esa O'zbekistonda nima qilishni bilmaydi. Masalan, otaxon Turkiyaga farzandlari oldiga yilga ketdi. Pensiya kartaga tushishyapti. Lekin 6 oydan keyin karta bloklandi, chunki bank xavfsizlik tekshiruvi yoki amal qilish muddati bilan bog'liq muammo chiqdi. Otaxon chet elda. Pasport nusxasi bor, lekin ishonchnoma yo'q. Farzanda bankka boradi, bank esa karta egasining o'zi yoki qonuniy vakili kerak dedi. Mana shu muammoning oldini olish uchun ketishdan oldin bankdagi ma'lumotlarni yangilash, ishonchli vakil masalasini hal qilish, telefon raqamini faol holatda qoldirish kerak. 5-masala ishga kirgan pensionerlar. Ko'pchilik pensioner ishlasa pensiyasi to'xtatilarkan deb qo'rqadi. Men buni oddiy tushuntiraman. Umumiy holatda yoshga doir pensiya olayotgan inson ishlashi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, alohida pensiya turlari yoki imtiyozli shartlar bor bo'lsa, ishga kirish pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, parvarish bilan bog'liq to'lovlar, alohida nafaqalar bo'yicha shartlar boshqacha bo'lishi mumkin. Misol uchun, 63 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi va qorovul bo'lib ishga kirdi. Bu holatda u avtomatik ravishda pensiyadan mahrum bo'ladi degani emas. Lekin mehnat shartnomasi rasmiy bo'lsa, uning daromadlari tizimda ko'rinadi. Agar u biror ehtiyojmandlik asosidagi qo'shimcha yordam olayotgan bo'lsa, oilaning umumiy daromadi qayta baholanishi mumkin. Demak, masala ishlash mumkin emasda emas. Masala qaysi to'lov, qaysi shart bilan berilganida. 6-masala soxta hujjat va noto'g'ri ma'lumot. Bu yerda hech qanday yumshoqlik bo'lmaydi. Ish staji bo'yicha soxta ma'lumot berish, ishlamagan yillarni ishlagan qilib ko'rsatish, boshqa shaxsning hujjatini qo'shish. Nogironlik yoki mehnatga layoqatsizlik bo'yicha noto'g'ri ma'lumot taqdim etish qat'iyan mumkin emas. Hozir ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda solishtiriladi. Oldin qog'oz hujjat bilan o'tib ketgan narsa bugun avtomatik tekshiruvda chiqib qolishi mumkin. Masalan, bir odam pensiya tayinlashda 30 yil staj ko'rsatdi. Keyin arxiv tekshiruvida 4 yil bo'yicha ish haqi va buyruq ma'lumotlari mos kelmadi. Agar shu 4 yil pensiya miqdorini oshirgan bo'lsa, qayta hisob-kitob qilinadi. Ortiqcha to'langan summa ham chiqishi mumkin. Bu nafaqat pensionerga, balki hujjatni tayyorlab bergan shaxsga ham savol tug'diradi. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasini boshqa odam orqali olayotganlar. Ikkinchi, yashash joyi, oilaviy holati. O'qish yoki ish holati o'zgarganlar. Uchinchi, chet elda uzoq muddat qolayotganlar. To'rtinchi, kartasi boshqa odam qo'lida bo'lganlar. Beshinchi, pensiyaga chiqqanda hujjatda noaniqlik bo'lganini bilib turganlar. Oltinchi, olib berilmagan, vafot etgan qarindoshning kartasi yoki pensiya mablag'i bo'yicha hali rasmiy ish qilmaganlar. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Pensiyasini o'zi olayotgan, hujjatlari to'g'ri, yashash manzili aniq, bank kartasi o'zida, barcha o'zgarishlarni vaqtida bildirgan pensionerlar xavotir olmasligi kerak. Ishlayotgan yoshga doir pensionerlar ham vahimaga tushmasin. Faqat o'z pensiya turi va qo'shimcha to'lovlar shartini tekshirib qo'ysin. Agar hammasi qonuniy bo'lsa, ishlashning o'zi jinoyat ham emas, qoidabuzarlik ham emas. Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, pensionerning sog'lig'i yomon bo'lsa,
u albatta o'zi idora yurishi shart emas. Ko'p odamlar endi onamni aravachada olib borishim kerak ekan deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Agar inson yura olmasa, vakil orqali murojaat qilish, notarial ishonchnoma rasmiylashtirish, ayrim hollarda mas'ul xodimlarni uyga chaqirish yoki elektron xizmatlardan foydalanish mumkin. Lekin vakillik og'zaki emas, hujjatli bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala. Bank kartasi oilaviy umumiy karta emas. Pensionerning kartasi pensionerning shaxsiy mablag'i uchun ochiladi. Farzandlari unga yordam berishi mumkin, lekin bu karta orqali qarindoshlarining shaxsiy kreditini yopish, o'z xarajatlarini qilish, pensioner roziligisiz pul yechish mumkin emas. Ayniqsa, pensioner xotirasi pasaygan, kasal, qaror qabul qilishga qiynalayotgan bo'lsa, bu yanada ehtiyotkorlik talab qiladi. Bunday holatda oilada shaffoflik bo'lishi kerak. Uchinchi nozik masala ishonchnomaning muddati. Ko'p odam ishonchnoma oldim, bo'ldi deb o'ylaydi, lekin ishonchnomaning muddati tugashi mumkin. Unda aynan qaysi vakolat berilgani ham muhim. Faqat hujjat topshirish uchun berilgan ishonchnoma pul olish huquqini bermasligi mumkin. Faqat bankdagi amallar uchun berilgan ishonchnoma boshqa idorada ariza berishga yetmasligi mumkin. Shu sababli ishonchnoma tuzilayotganda pensiya olish, bank hisobvarag'idan foydalanish, tegishli idoralarga ariza topshirish, ma'lumotnoma olish kabi vakolatlar aniq yozilishi kerak. 4-nozik masala. Ortiqcha to'lov har doim ham pensioner aybdor degani emas, lekin baribir qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Masalan, tizimda xatolik bo'ldi. Hujjat noto'g'ri kiritildi yoki ma'lumot kech yangilandi. Bunday holatda pensioner men buni ataylab qilmadim deyishi mumkin. Bu muhim, lekin ortiqcha pul haqiqatdan ham tushgan bo'lsa, uni qaytarish masalasi baribir ko'tariladi. Shuning uchun kartaga odatdagidan ko'p pul tushsa, darhol sarflab yubormaslik kerak. Avval sababini aniqlash kerak. Misol, pensioner odatda 20 million 700 ming so'm oladi. Bir oyda birdan 3 million 400 ming so'm tushdi. Bu qayta hisob-kitob bo'lishi ham mumkin. Xatolik ham bo'lishi mumkin. To'g'ri yo'l bankdan tushum izohini ko'rish, pensiya jamg'armasi yoki tegishli bo'limga murojaat qilib, bu pul nimaga tushganini so'rash. Agar bu qonuniy qo'shimcha to'lov bo'lsa, bemalol ishlatadi. Agar xatolik bo'lsa, keyin muammoga qolmaydi. 5-nozik masala yashash manzilini o'zgartirish. Pensioner boshqa tumanga, boshqa shaharga yoki farzandlar oldiga ko'chib ketishi mumkin. Biroq rasmiy ro'yxat, bank, pensiya hujjatlari va aloqa ma'lumotlari mos bo'lishi kerak. Aks holda xat bildirishnoma, tekshiruv yoki qayta tasdiqlash talabi eski manzilga ketadi. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Keyin muddat o'tib ketadi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladi yoki hujjat talab qilinadi. 6-nozik masala. Nogironlik bo'yicha pensiya va tibbiy qayta ko'rik. Agar pensiya nogironlik asosida tayinlangan bo'lsa, ayrim hollarda belgilangan muddatlarda tibbiy ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Bu pensionerga bosim emas, balki to'lovning asosini tasdiqlash tartibi. Agar odam belgilangan ko'rikka bormasa, hujjat yangilanmasa, pensiya bilan bog'liq muammo chiqishi mumkin. Lekin sog'ligi sababli bora olmasa, buni oldindan bildirishi, tibbiy hujjatlarni tayyorlashi kerak. 7-nozik masala, telefon raqami elektron tasdiqlash. Hozir banklar, davlat xizmatlari ilovalar va xabarnomalar ko'pincha telefon raqamiga bog'langan. Pensionerning raqami boshqa odam nomida bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa yoki ishlamasa, oddiy operatsiya ham qiyinlashadi. Men ko'p ko'rganman. Pensioner kartasini yangilamoqchi, lekin SMS eski raqamga ketadi. Eski raqam esa nevarasining nomida bo'lgan va allaqachon ishlamaydi. Natijada bankka qayta borishga to'g'ri keladi. Shuning uchun telefon raqamini tartibga keltirish ham pensiya xavfsizligining bir qismi. 8-nozik masala. Qarzdorlik va ushlab qolishlar. Pensionerning kommunal qarzi, aliment, kredit yoki sud qarori bo'yicha majburiyati bo'lsa, pensiyadan ushlab qolish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Bunda hamma pulni birdan olib qo'yish mumkin degani emas, lekin qo'lida belgilangan tartibda ushlab qolish bo'lishi ehtimoli bor. Pensioner bunday vaziyatda jim yurmasligi kerak. Qarzdorlik qayerdan chiqqanini, foizlari to'g'ri hisoblanganini, sud hujjati bor yo'qligini tekshirish kerak. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, ishonchnoma.
yashash manzili bo'yicha hujjatlar alohida papkada tursin. Men har bir pensioner oilasiga bitta oddiy papka qilishni maslahat beraman. Unga barcha muhim hujjatlarning nusxasini joylang. Ikkinchi qadam, pensiya turini aniq biling. Siz yoshga do'yir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa turdagi nafaqami? Har birining sharti boshqacha. Qo'shnim ishlayapti, pensiyasi kamaymadi. Demak, meniki ham kamaymaydi degan xulosa har doim to'g'ri emas. Qo'shnining pensiya turi boshqa, sizniki boshqa bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, o'zgarish bo'lsa kutib o'tirmang. Ishga kirdingizmi? O'qish tugadimi? Chet elga uzoq muddat ketmoqchimisiz? Yashash joyini o'zgartirdingizmi? Nogironlik hujjati muddati yaqinlashdimi? Bank kartasi yo'qoldimi? Pensioner vafot etdimi? Darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Eng katta xato. Keyin boramiz deb o'ylar davomida cho'zish. Chunki muammo vaqt o'tgan sayin kattalashadi. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni biling. Pensiya bo'yicha savollar uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilasiz. Bank kartasi, karta bloklanish, SMS, hisobvaraq, pul yetish bo'yicha bankka borasiz. Ish staji yoki ish haqi ma'lumotlari bo'yicha sobiq ish joyingiz, arxiv yoki tegishli tashkilotdan ma'lumotnoma olasiz. Tibbiy asosdagi pensiya yoki nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza bilan bog'liq tartiblarni aniqlaysiz. 5-qadam, ariza yozishda aniq yozing. Pensiyamni tekshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra masalani aniq ko'rsating. Masalan, mening pensiya miqdorim 2024 yil noyabr oyidan boshlab o'zgardi. Ushbu o'zgarish sababi va hisob kitobini yozma-rashk tushuntirib berishingizni so'rayman. Yoki men yashash manzilimni o'zgartirdim. Pensiya hujjatlarimni yangi manzil bo'yicha rasmiylashtirish tartibini tushuntirib berishingizni so'rayman. Yozma murojaat qilsangiz javob ham aniqroq bo'ladi. 6-qadam. Har bir topshirgan hujjatingizdan nusxa saqlang. Ariza topshirsangiz kirim raqamini oling. Elektron murojaat qilsangiz tasdiq xabarini saqlang. Bankka murojaat qilsangiz murojaat raqamini yozib qo'ying. Keyin men aytgandim. Men borgandim degan gapdan ko'ra qo'lingizdagi raqam, sana va hujjat kuchliroq bo'ladi. 7-qadam, pensionerning roziligini hurmat qiling. Farzandlar va qarindoshlar uchun alohida aytaman. Ota-onangizning pensiyasi sizning oilaviy byudjetingiz emas. Agar ular sizga pulni ishonib topshirsa, hisob kitobni ochiq qiling. Doriga qancha ketdi? Kommunal to'lovga qancha ketdi? Oziq-ovqatga qancha ketdi? Yozib boring. Bu ishonchni saqlaydi va kelajakdagi nizolarning oldini oladi. 8-qadam, shubhali maslahatlarga ishonmang. Men odam taniman, staj qo'shib beradi. Nogironlikni tezlashtirib beradi. Pensiyani oshirib beradi. Kartadan pulni indamasdan yechavering, hech kim bilmaydi degan gaplar juda xavfli. Bugun ko'p ma'lumotlar elektron tizimlarda ko'rinadi. Bir kun kelib tekshiruv bo'lsa, maslahat bergan odam chetda qoladi. Javobgarlik esa hujjat egasi yoki pulni olgan odamga tushadi. 9-qadam, pensiya miqdori va tushumlarni tekshirib boring. Har oy qancha tushayotganini yozib boring yoki bank ilovasidan ko'rib turing. Birdan kamayib qolsa sababini so'rang. Birdan ko'payib qolsa ham sababini so'rang. Chunki ikkalasi ham muhim signal. Kamaysa huquqingiz buzilgan bo'lishi mumkin. Ko'paysa xatolik bo'lishi mumkin. 10-qadam, nizoli vaziyatda og'zaki tortishmang, yozma murojaat qiling. Agar sizga pensiyangiz to'xtadi, qarzdorlik chiqdi, hujjat yetishmayapti deyishsa, buning asosini so'rang. Qaysi hujjat, qaysi modda, qaysi sana, qaysi hisob kitob? Yozma javob talab qiling. Shunda masalani advokat, yurist yoki yuqori tashkilot orqali ko'rib chiqish oson bo'ladi, demak. Pensionerlarga endi taqiqlanadigan narsa bu yashash, ishlash yoki o'z pulidan foydalanish emas. Asosiy taqiqlar boshqacha soxta hujjat topshirish mumkin emas. O'zgarishlarni yashirish mumkin emas. Vafot etgan odamdan pul olish mumkin emas. Pensioner roziligisiz uning kartasidan foydalanish mumkin emas. Ishonchnomasi boshqa odam nomidan ish yuritish xavfli. Ortiqcha tushgan pulni sababini bilmasdan sarflash noto'g'ri. Men sizga eng muhim fikrni yana bir bor aytaman. Pensiya masalasida tinch yurishning yo'li juda oddiy. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsin, ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsin. O'zgarish bo'lsa vaqtida xabar bering. Pul harakatini nazorat qiling va har bir muhim ishni yozma ravishda rasmiylashtiring. Shunda hech kim sizni asossiz qo'rqita olmaydi. Siz ham o'z huquqingizni aniq himoya qila olasiz. Izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlar
ko'proq qaysi muammoga duch kelyapti? Pensiya kamayishi, karta bloklanishi, ishonchnoma, ish staji yoki ortiqcha to'lov masalasimi? Fikringizni qoldiring. Videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiyani oshirish, ish stajini tasdiqlash va noto'g'ri hisoblangan pensiyani qayta ko'rib chiqish bo'yicha alohida tushuntirish beraman.